Kamida 5 marta ko'rganman, lekin har gal birinchi martadek ta'sirli. John Wick. İlk bor o'zbekcha obzor. Hayratlantiradigan jihat bu kinoni film aqlli bo'lishiga urinmaydi. Yo'q, bu filmga bu umuman kerak emas. Itni o'ldirishda kifoya. Sahna tayyor. Lekin John Wick qanaqa o'ch olishi bu eng o'ziga jalb qiluvchi element. Keanu Reeves bu filmda odam emas, u balki mexanizm. Ortiqcha gap yo'q, har bir qadamida ma'no bor va uning stili qora kostyum jiddiy kifoya, zo'r estetika. Bu film fantastika emas, lekin o'z qonun qoidalari bor dunyo, ya'ni alternativ dunyo. Va John Wick shu qoidalarni buzib, hammasini ag'dar to'ntar qilib, buni ko'rish prosta kayf. John Wick bu faqatgina urush janjal filmi emas, bu uslub, sukut va kuch. Hali ko'rmagan bo'lsangiz, albatta ko'ring. Siz bilan 13-kinokritik edi. Kommentariy, podpiska hammasini sizdan kutib qolamiz.